Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Mana ki bu uyimizni fasadini malyarkasini ham bo'ldik. Malyarkani ustidan travertini lak surtilgan, yuvib olsa ham bo'ladi. Shunday shaklda bu cho'kkalarni bo'ldik. Mana oddiy fasadni kraskani ustidan travertinni lag urilgan, xuddi travertinday bo'lgan. Suvni sevib, suvni betini bemalol yuvib olsa ham bo'ladi. Mana bu xonaning ichkarisi. Hozir suv sevib ko'rsataman mana.